Yanchar Quyon qamoqda 15-qism. O'tgan qismda biz Yanchar Quyonni qamoqdaligini, tashqarida xotini Mamani mehmon qilayotganini ko'rdik. Va bunga Yanchar Quyonni do'sti Bo'ri guvoh bo'lgan edi. Mama mast holda uxlab qolgan edi va tulkini rozi qilolmagan joylarini eslaymiz. Tong otdi. Tulki Mamani urib uyg'otib, uydan haydashga tushdi. Tez bu yerdan tuyog'ingni shiqillat. Yo'qol uyimdan. Tulki ayblasammi? Men qamoqda juda ko'p vaqt o'tirganman, hammasi shunga. Bo'ldi, gapni ko'paytirma, sur bu yerdan. Chiq, yo'qol. Bunaqa sharmandalik bo'lishi mumkin emas. Men orzu qilgan ozodlik boshqacha edi. Yo'q, hammasi shundayligicha qolmaydi. Pul hammasini hal qiladi. Meni juda ko'p pulim bor. Bularni hammasini sotib olaman. Meni sumkam ichkarida qolibdi. Va ichkaridagi tulki tozalov ishlarini boshlagan edi. Bir tiyinga qimmat quyonligi yetmagandek, sassiq kiyimlarini ham tashlab ketibdi. Ularni hammasini daf qilaman. Tulki Mamani pullarini olovga tashladi. U yerda to'la pul bor edi. Nimalar qilib qo'yding? Men bilmagandim. Afsus, hammasi tugadi. Endi bu hayotda qiladigan ishim ham, maqsadim ham yo'q. Hatto qamoqxonada ham o'zimni bunaqa tutqun his qilmagan edim. Bo'ldi, qamoqxonaga qaytaman. Yegan po'qlarimga javob berish vaqti keldi. Alyo, politsiyami? Qayerdasizlar? Mama telefonni qo'yishga ulgurmasdan politsiya kelib uni qo'lga oldi. Aniq unga musht tushirgan. To'laqonli komada. Senga tushunolmayapman, mama. Qochding. Seni butun otryad bilan tutolmadik. Nega o'zingni tutib berding, shalpanquloq? Nimalarni ko'zlayapsan-a? Po'xo'ymasmi senga? Ishingni qil. Meni tutish ishingmidi? Ushla, olib bor qamoqqa tiq. Qamoqxonada shundoq ham tekinxo'rlar yetarli. Seni pulsiz bir tiyinlik foydang yo'q. Uni bir ovloq joyga olib boramiz. Tiqinglar mashinaga. Bo'linglar. Mamani adabini berib, mashinaga joylashtirishdi. Menimcha endi hammasi shu yerda tugadi. Pul, boylik kabi orzular orzuligicha qoldi. Meni yana o'sha zax, to'rt tarafi kulrang devor kutmoqda. Nima bo'lganda ham taqdirimga roziman. Ayiqni eslaysizmi? U mamani qamalmagan deb hali ham qo'rqib yuribdi. Mama men uni sotgan deb o'ylayapti. U meni ushlab olsa mazamni qochiradi. Men yashirinib yurishim kerak. Ha, faqat kechasi yuraman. U meni sezib qolmasligi uchun. Kechqurun ayiq joyidan chiqib, uxlash uchun joy qidiryapti. Va u joy topdi. Mana shu yerda ozgina uxlab olsam bo'ladi. Ammo teshikdan katta ko'zlar ko'rindi. Mama, bilasanmi, seni sotgan Bo'ri hammasiga u aybdor. Seni men sotganim yo'q. Iltimos, meni o'ldirma. Nima desang qilaman. Xohlagan pozingda turaman. Men mama emas, Tipratikonman. Tipratikon, nega unda ko'zlaring katta? Ichim qotgan, chichyapman.